Assalomu alaykum mehrli obunachilari, aziz yurtdoshlar. Mana yana bitta ishlarimizdan biri nihoyasiga yetdi. O'qigan ishlarimiz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Tegirmonboshiga qaraydi, mana Tegirmonboshi mahallasiga. Tandirlarimizni chiroyli qilib pishirib onlarga o'choqlarni qildik. 2 dona o'chog'imiz bor. Uzoqdan ko'rinishlari. Yonlariga savat qo'yadigan pastavkalari bilan tovuq boboq qo'ygan joylar bo'ldi. Azizlar. Bitta 80 litrli qozonimiz. Bittasi mana 40 litrli qozonimiz azizlar. Qozonlarimizni yoqib qo'yganmiz. Yoqish jarayonlari mana azizlar. Chiroyli bo'lib yonyapti. Qozonimizni ham yoqib qo'yganmiz. Azizlar, tutun tortishlari qay holatda? Skvoznoy udar. Katta qozonimiz azizlar. Tunni pelesosga o'xshab ketdi. Azizlar, tutun tortishiga baho beringlar. Eshigini yopib qo'ysa ham video olyapti-mi? Bemalol mana tutun oldidan chiqmaydi. Tandirimiz silaka blokdan bo'ldi. Yonlarida mana 2 dona o'chog'imiz. Tandirimiz ham mana 1 sutkada pishdi. Silaka blokdan qildik. Mana shu turgan joyimizga 350 ta pishirish, 55 ta silaka blok ketdi azizlar. Eshiklari bor. Agar o'zingizni manzilingizda, o'zingiz yeringizda shunaqangi cho'yan eshiklar bo'lmasa, olib dastlabki qilib yuboramiz. Dastlabki xizmatlari bor. Tandir ham bor o'zimizda, murojaat qilaverasizlar. Kenjavoy tog'a tandirlari ishonchli, garantiyali, xudo xohlasa kessa bermaydi. Bizni kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.